EduExpress haqida o'zingizni fikringizni aytib keta olasizmi? Meni o'zim ham keyinchalik jiyanim iltimos qilgandan keyin internetda qidirdim. Ko'p katta tashkilotlarda tanishlarim, o'rtoqlarim bor. Ularga ham telefon qilib murojaat qildim. Rostini aytaman endi. Aynan shu tashkilotni haqida guvohnomalari, litsenziyalari haqiqiymi, yo'qmi, ishonch hosil qilish uchun surishtirishga to'g'ri keldi. Va ularning feedbacki, ya'ni fikr tavsiyalari juda ijobiy bo'ldi. Mana shuni keyin men telefon qilib mahalladoshlarga ham aytishimga to'g'ri keldi. Haqiqiy tashkilot ekan, moshennik emas ekan. Biz mana hozir men aniq bir faktga ro'bara bo'ldim. Men juda xursandman. Bu yerda hech qaysi kompaniya men uchun bunaqa o'ziga bo'yniga olmaydi. Masalan, EduExpress rahbari To'lanboy ertaga men jiyanim Koreyaga qo'nishi bilan buni aynan uy joy bilan, turar joy bilan ta'minlanishi, ish bilan ta'minlanishini nazoratga oladi. Bu juda ko'p ota-onalar, tog'alar, masalan biz juda xavotir chekamiz, jiyanlarimiz borib masalan chet elda ovora bo'larmikan yoki bo'lmasmikan degan. Hozir mana shunday katta bir bo'ynimizdagi yukni To'lanboy, ya'ni o'sha EduExpress rahbari o'z bo'yniga olib, menimcha bu juda ham bir maqtovga sazovor ish. To'g'ri, to'g'ri. Rahmat kattakon.